Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 18-mart kuni Buxoro viloyatidan kelgan bemorlarimizdan biri diagnozi DSP hamda girish burun kasalligi bilan bizga murojaat qilib kelishgan. Hozir bemorimizning onasi bilan suhbatlashamiz. Qanday natijalarga erishganligi haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'g'lim 4 yosh, erta tug'ilib DTSP sariqlikdan DTSP bo'lgan. Bu ichagiga ham ta'sir qilib, ichi kelmay, shu ancha vaqt qiynalib yurgandan keyin Toshkentga tekshirtirishga borganmiz. Toshkentda bir marta operatsiya qildik, girish burunni. Lekin shundan keyin ham doim glitserin ishlatamiz, yo shamchasidan yoki suyuqdan ishlatib ichini keltirtiraman. Umuman ichi kelmaydi. Kelganimizga 5 kun bo'ldi. Birinchi kun kelganimizning o'zida bizga sog'lom ichak, toza ichak kapsulalarini berdilar. Shuni ichgan kunning o'zida o'sha kelganimdan beri kuniga 3 mahal ichib keladi. Ovqatlanadi, yaxshi hazm bo'ladi, ichib keladi. Biron doim dufalakli ichirib ham bunaqa ular vaqtinchalik edi-da, lekin bundan aniq natijani yaxshi ko'rdikki, shu qabziyatdan qiynalib, tonuslari ham unaqa qiynardi-da bolamni. Ichlari yaxshi kelganiganmi yoki tonus uchun ham dorilar ichyapti. Ancha qo'llari ochilib, mana avval doim qo'limni bunday mush qilib turardi. Hozir ancha qo'llari ham ochilib, ichlari yaxshi kelib, yaxshi yeydigan bo'lgan. Yaxshi, 5 kunda zo'r natija. Rahmat, bizning klinikamizdan bunaqa katta natijalarga erishganingizdan juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat, charchamaylik.